Bu yoqdan. Tushami bo'ldim, joylashib oldikmi? Biz operatorimiz kelsin, endi chiroqchimiz kelsin. Undan keyin kartina direktorini kutamiz. Bu yoqdan. Bu yoqda bo'lyapti. Assalomu alaykum qiziq odamlar. Sizlar bilan yana Qiziq TV va men Asadbek Hakimov. Bugun biz Salom TVning 97-modda deb nomlangan yangi seriali namoyishiga yetib keldik va qiziq jarayonlarni sizga namoyish etamiz. Demak, boshladik. Olaylarsin bir daqiqa vaqt biz olamiz. Aynen. Operatorimiz kelsin, endi chiroqchimiz kelsin. Undan keyin kartina direktorini kutamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Rahmat. Serialni ssenaristi sifatida Ssenaristlardan biri. 3 ta ssenarist, 3 ta muallifi bor. Bittasi Rasul aka hisoblanadilar. Serial g'oyasi qachon tug'ildi? Serial g'oyasi taxminan menimcha 1-2 yil bo'lsa kerak. 1-2 yil. U ko'p charxlandi, o'ylandi, qilamizmi yo'qmi deb va nihoyat mana oxiri yozib qo'yardik. O'zi nimadan ilhomlangan holatda, qandaydir kimnidir hayotidanmi yoki qaysidir voqeani eshitgandan keyin bunga bu o'tirdinglar? Bu o'zi birinchi g'oyasi, ya'ni qattiq o'zgartirilmagan g'oyasi Elshan Namazli degan o'sha ya'ni bitta mualliflardan birida bo'lgan. Va u charxlanib, o'zgartirilib sal ayrim real voqealardan ma'lumotlar olingan holda tug'ilgan. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Bu inson mana shu 97-modda deb nomlangan serialni rejissor hisoblanadilar. Aka, sizga savollarimiz bor. Serialni boshlashga undagan eng katta turtki nima bo'ldi siz uchun? Ijodiy ishtiyoq, chanqoqlik, kasbimiz, sevib qiladigan ishimiz shu. Ushbu serialda siz uchun boshqa proyektlardan, boshqa loyihalardan eng ko'p qiyinchilik tug'dirgan ish nima bo'ldi? Bir narsani aniq belgilab aytolmayman. Syomka har doim qiyinchiliklar bo'ladi, kutilmagan vaziyatlar bo'ladi, force majorlar bo'ladi. Qayta syomka qilish epizodlari bo'ladi. Bu narsalar tabiiy, odatiy tarzda kechdi. Navbatdagi ajoyib serial premyerasida ko'rib turganimizdan juda ham mamnunmiz va mana bu o'qishlar Salom TV ijodkorlari uchun. Молодцы, Furshidga gap yo'q. Ajoyib. Nima qilish kerak o'zi? Men savol beraman, javob bersangiz bo'ldi. O'zbek tomoshabiniga Dostoyevskiyni o'qishga majbur qilgan inson Dostoyevskiy. Men shunday tentak bo'lib qoldim. Yolg'iz yurgan. Hayoldan boshim chiqmaydi. O'lmas Temur. Assalomu alaykum. Assalom. Premyerada ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. Qalay, premyera yoqdimi? Yaxshi. Birinchi seriya yomonmasa, Yomon emas. Endi birinchi seriyadan baho bermaylik. Bu janr o'zbek tomoshabinlari uchun yaxshi yangilik. Yomon emas. Ssenariy mualliflari Azim Yo'ldashev, Elshan Namazli, Rasul Karimov. Prodyuser Diyor Baxtiyorov. Ijrochi prodyuser Davlatbek Yo'ldashev, postanovkachi operator Javohir Turg'unov. Assalomu alaykum. Assalomu. Yaxshimisiz? Zo'r. Sog'ligingiz yaxshimi? Bunaqa premyeralarga o'rganib qolgansiz. Da. Yaqindagina o'zingiz ham Sho'xonmiz. bosh rolda Kinoda ham o'ynadim. kinoda o'ynadingiz. Da. Xo'sh, premyera qalay? Birinchi Yaxshi. serial bo'yicha bunaqa janr O'zbekistonda birinchisi menimcha serial bo'yicha. Da, serial bo'yicha birinchisi ekan, lekin kadrlar, yondashuvlar, komanda zo'r ekan. Undan nechi qo'yasiz? 10 qo'yamiz. Yo'q, rostini ayting. To'g'risi 10 qo'yamiz, chunki keyingi serialni ko'rishga majbur qilyapti-da o'zi. Chunki keyingisida o'zim o'ynashim kerakmi?
Bormi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Premyerada ko'rib turganimdan xursandman. Rahmat. Taklif uchun xursandmiz. Rahmat. Qalay aka, premyera? Xo'p, serialga keladigan bo'lsak juda ham zo'r. O'zi Ispaniyani o'ziga ko'tarilayotganimiz atmosferani o'zidan men mazza qilgan edim. Haqiqatan men kutgan emosiyani berdi serial. Albatta tavsiya qilamiz ijodkorlarga, bu film ustida ishlagan barcha insonlarga alohida respekt, ijodinglar zo'r, davom etinglar. Yoqmagan jihati bo'lmadi? Yoqmagan jihati endi uni ayta olmayman, chunki yoqmagan jihati bo'lmaydi. Kichkinagina detal u hisobga olinmaydi, lekin film, serial zo'r. Zo'r, haqiqatan o'zbek bozorida yangilik. O'zingizni ham mana shunaqa kinolarga taklif qilishsa, jon deb o'ynagan bo'larmidi? Albatta, taklif bo'lsa, безусловно, biza doim o'zbek mediasi uchun xizmatdamiz. Taklif bo'lsa, albatta qabul qilamiz. Если что, bitta aktyor bor, Adin Domani davomini olmoqchi bo'lsanglar. Yettaman. O'zingiz bilasiz. Agar ishga chiqmasangiz, sizga oylik maosh yozilmaydi. Oylik yozilmasa, balonlarni pulini to'lolmaysiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Ajoyib, Qalay bo'ldi? Menimcha yaxshi. Taassurotlar o'zingiz uchun bosh prodyuser sifatida. Taassurotlar endi hamma kelgani bizga xursand qildi va endi bahoni mana sizlar tomoshabinlar do'stlarimiz beradi. Birinchi seriyaga yomon emas. Birinchi seriya endi davomini albatta Salom TV. Salom TVda o'tib ko'ringlar, piratlarda ko'rmanglar iltimos. to'g'ri to'g'ri. Bu juda ham muhim bizga. Men masalan obuna sotib olganman, aynan o'sha hammasiga Istanbul aybdor ko'rish uchun. Ha, rahmat sizga. Mana siz malodetsiz. Siz o'z qissangizni qo'shyapsiz, industriyamiz rivojlanishi uchun. Albatta, ayniqsa ijodkorlar bir-birini qo'llab-quvvatlash kerak bu tomondan. Albatta. Serialni boshlashga undagan eng katta sabab nima? Prodyuser sifatida. Prodyuser sifatida aytaman, yaxshi bir detektiv, o'zi umuman detektiv thriller serial bozorimizda yo'q edi. Bu ilk serial shunday formatda. Bu dunyoviy format, dunyodagi populyarniy janr bu. Shuning uchun agar biz eksperiment qilmasak, kim eksperiment qiladi dedikda, shu bir 3 yil davomida mana shu g'oyani o'ylab yurdik, nima qilib va mana shuning uchun qildik bu serialni, oxiri mana premyera qildik. Muhtaram hokim. Siz militsiya chaqirdingizmi? Avtobus ishlab yuribsizmi? Tinchlikmi? Rasmda ayol taniysizmi? Ha, taniyman. Bu Gulnora suvchi. Tumandagi bozorga qatnaydi. O'tgan kecha avtobusga chiqqanmidi? Ha, chiqqandi. Oxirgi oстановkada tushib qoldi. Bobur aka zo'r boshlan. Mana do'stlar, ko'rganingizdek, yangi serial namoyishi menimcha yomon bo'lgani yo'q. Siz ham bu serialni bemalol Salom TV platformasiga o'tib tomosha qilishingiz mumkin. Birinchi seriya men uchun juda ham qiziq bo'ldi. Demak, Qiziq TVda mana shunday qiziq jarayonlarni ko'rishni istasangiz, bizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha